Buni bo'yni qaranglar. Bo'yni. Meni bo'yimdan ozgina balandroq texnika, lekin shunaqangi ishlarni qiladi bu. Mana bu kavushlarni qaranglar, kavushlar bilan tanishtirib qo'yaylik. Dunyo brendi birinchi marta O'zbekistonga tashrif buyurishi. Nomini qaranglar. Nomi nima? Qaysi korxona desanglar, bu Vaydeman korxonasining mahsulotlari. Ko'rganmisizlar avvalo? Yo'q. O'zbekistonga birinchi marta tashrif buyurishdi va bu mahsulot sotib olingan уже. Sotib olingan. Mana qaranglar, hozir o'sha fermada ishlaydigan uskuna jihozlar olib kelgan bir nechta konfiguratsiyalari bor. Kelinglar, bo'yini qaranglar mana. Ixcham kichkina joyda to'ralab oloni to'rt tomonga qarab burilib, libo joyga qarab ketaveradi. Qayerdamiz desalar, O'z Expo markazida 26, 27 va 28-noyabr kunlari bo'lib o'tadigan ko'rgazmani birinchi kuni 26-kuni boshlandi. Biz sizlarga to'g'ridan-to'g'ri bez montaj, bez shantaj variantini boshlab beramiz. Endi bu yerda nima bo'lyapti desanglar, mana bu qator to'laligicha Raiffeisen Waren korxonasining mahsulotlari. Bilasizlar, bir nechta korxonalar bilan shartnoma imzolagan va O'zbekistonga dunyoning birinchi raqamli brendlarining mahsulotlarini olib kelish bo'yicha ish boshlandi. 2 yil oldin boshlangan ish bugun o'zini bir mantiqiy yakuniga kelib turib, dastlabki mana shu assortimentni ko'rib turibsizlar. Hozir bitta tanishtirib chiqaman. Ana undan keyin ichkarida nima bo'lyapti, kelsanglar nimani ko'rasizlar, kelolmaydiganlar nimani ko'rish mumkin, ularni ham hammasini ko'ramiz. Siloking bu bilasizlar, kimda ferma mollari bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi raqamli dunyodagi yemlarni aralashtirib beruvchi. Ichidagi turli xil simlari, juda ham kichkina detallarigacha bu ushlab qoladigan tizim o'rnatilgan. Shuning uchun ham agrotexnikada bu korxonaga kumush medal berildi. Bu juda ham katta hisoblanadi. Tez ko'rsating, tez. Qani? Metalni qarang. Ha, o ichkaridagina. Magnetlari bor. Mana shunaqangi mo'jni ushlaydi. Qo'yib yormayapti, mana ko'rdinglarmi? Ichkarida magneti borda, shuna qo'yib yormayapti. Katta muammo, bilasizlar nima edi? Katta muammo o'sha mollarni tiqilib qolardi mana. Qarang. Ha, qarang. Bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Katta bir temirni ushlab qolib, tortaman desanglar chiqmaydi. Qanaqa dunyo brendi keldi. Aleksandrda o'zi to'g'ridan-to'g'ri представители va 2 kun sherda bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri kelib Aleksandrdan to'laqonli ma'lumotlarni full super ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. 26, 27, 28 da ham Aleksandr sherda bo'ladi. Представительlari mana bunaqasi kam bo'ladi. Hamma представительlar ham kelolmaydi, lekin bu safar kelgan. Siloking bo'yicha to'laqonli bitta shurpi vintigacha javob beradi bola, xudo xolasa. Про винтик на o'zbekiston говорит, все информация Aleksandrdan. O'zlari sherda, agar tushunmasanglar, mana tarjimonlar bor, hammasini qilib beradi. O'rtoqlar, davom etamiz. Siloking eslab qolinglar, kimni chorvasi bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta yechim bo'ladi. Bu boya ko'rgan Vaydemanda yana bitta bir konfiguratsiyasi, minisi, kichkinasi va bu juda ham ko'p ishlar qiladi. Bu yerda o'sha yemlarni kesib olib beradigan uskunasi qo'yilgan ekan va bu yerda biz zavodga tashrif buyurdik, juda ham ko'plab texnologiya, shunaqa joylar borki, kichkina bir odamni o'zi zo'r bosadigan joyda ham texnika ishlab chiqarar ekan bu korxona. Bu yerda buni juda ko'plab boshqa dunyoning analoglari bor, lekin bu sifat bo'yicha Yevropadagi aniq dunyoda ham birinchi o'rinda turadigan korxona. Bitta yaxshi ma'lumot bor, biz sizlarga aytaman. Mana bu juda ham muhim faktor. Kelinglar. Nima deb yozib qo'ygan? Servis. Ya'ni Raiffeisen jamoasini servisi. Valtra, Fend, Amazon, Vaydeman, Siloking, hamma korxonalarda servis Greenman'niki bor, hozir borib ko'ramiz. Servis jamoasi mana shunaqa tashkil etilgan. Servisi bo'lmaydigan bo'lsa, balki sutdan qaymoq chiqaradigan separator ham sotib olib o'tirmanglar. Foydasi yo'q o'rtoqlar. Birinchi o'rinda butlovchi qismlari va xizmat ko'rsatuvchi servisi bo'lishi kerak. Juda ham ko'plab muammo qayerda bo'ldi? Sotib olasiz bitta mahsulotni arzon, 10 barobar arzon bo'lmaydimi? Borasiz, sotib olasiz, servisi yo'qda. Borsiz, boshqa narsa sotib turibdi siz sotgan narsa yoki servisi yo'q yoki bitta butlovchi qismi 2 yildan keyin keladimi, 1 oydan keyin ungacha ish kutmaydi. Ish shunda o'zining joyida hal bo'lishi kerak. Servis shunaqaki tashkil qilingan. Butlovchi qismlari qaysi biri iznos bo'ladi, qaysi biri sinishi mumkinligi oldindan aniqlangan. Shuning uchun ham katta tajribada 150 yillik tajribasi bor. Masalan, Fendlar. Mana shuni aniqlashtirib, o'sha butlovchi qismlar va kamanda shay va butun respublika bo'yicha ishni boshlagan. Davom etamiz o'rtoqlar. Mana bu yerda mashhur dunyoga Amazon korxonasi. Biz zavodga tashrif buyurdik. Milliarder odam ko'rib hayratda qoldim. Kichkina bir mashinani minib yuribdi. Shunaqa kichkina ko'ngilli odamlar, lekin dunyoga juda katta qiymat bergan korxona. Bu yoqda pluglari bor. Mana bu yerda bu korxonaning fishkasi deymiz, kuzori deymiz. Yutug'i, eng katta yutug'i o'sha turli xil mineral o'g'itlarni dalaga sochish bo'yicha tengi yo'q bu korxonaning.
birinchi raqam egasi. Mineral o'g'itlarni shu maydalari, kukkunlarigacha sochadigan tizimlari bor bu yerda. Bunaqasi bu dunyoda hali unga yetadigan eng yaqini ham 10 barobar kam mashina ishlab chiqarar ekan. Bu yerda turli siyalkalar bor va bir vaqtning o'zida o'sha mineral o'g'itlarni solib ketadi. Mana bu yerda apreskivatelь xuddi shunaqa sepish bo'yicha ham bu korxona dunyoda birinchi raqam hisoblanadi. Juda ham ko'plab texnika, zavodni o'ziga tashrif buyurib ishlab chiqarish tizimlarini ham ko'rdik. Yuqori malakali bu yerdagi ishchilar ishlab turibdi va juda ham katta ishonchli texnikalar ishlab chiqarar ekan. Mana bu asosiy joy bo'ladi. Bu yerda eslab qolinglar va bu yerda mana shu ikkita shator qilib qo'ydik. Bu yerda Sanjar akam shaxsan o'zi Germaniyadan tashrif buyurgan. Raiffeisen Waren korxonasini O'rta Osiyo bo'yicha direktorlari shu kishi bo'ladilar va bu korxonaning tashkilotchilaridan biri, asosiy asoschilardan biri. 2 yil avval boshlangan jarayon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Olga. Здравствуйте. Я bemalol biz. Здравствуйте. Yulia. Assalom. O'rtoqlar, DLG korxonasi bor. Sanjar akam juda ham yaxshi biladi. DLG korxonasi Germaniyadagi agritexnika ko'rgazmasini tashkil qiluvchi asosiy o'sha fundamentini tashkil qiladigan Olga Xunger O'zbekistondagi va O'rta Osiyodagi vakili hisoblanadi. Olga na o'zbekcha говорит, чуть-чуть qozog'istonlik bo'lgancha ozgina biladi. Va bu bo'layotgan ko'rgazmani ham DLG hamkori hisoblanadi. Ya'ni ichkarida Germaniyani, Yevropadan kelgan vakillarning stendlari bor. Adashmasam bor bilan bor va to'g'ridan-to'g'ri o'sha dunyoning mashhur brendlarining vakillari bilan o'zinglar borib uchrashinglar bo'ladi. Hammada imkoniyat yo'q, hammaga viza bermaydi Germaniyaga, lekin ichkariga kirib Germaniyaning stendida to'g'ridan-to'g'ri o'sha chet eldan kelgan vakillar bilan gaplashishlar bo'ladi. Ulardan tashqari mana Raiffeisen Waren jamoasi va dunyoga mashhur o'sha Grimme, Fendt, Amazon, mana Weidemann, Seloking turibdi va hamma uskunalari shu yerda bor. Olga Xunger bilan biz 2-3 yildan beri hamkorlik qilamiz. O'zbekistondan tashrif buyuruvchilarni har doim agritexnikaga borsin, keyingilar Yevrotir bo'ladi. Yevrotirga tashrif buyursin, ochilsin, o'rgansin deb har doim aytib keladi. Biz sizlarga kontaktlarni beramiz. Marhamat o'rtoqlar, vizaga topshiringlar, DLGdan taklifnomani olinglar, o'rganinglar, ko'ringlar, o'singlar. Mana shu nimada fikrdamiz. Sanjar aka, biz endi hozir live olib ketyapmiz. Hozir olamizda to'g'ridan-to'g'ri YouTube'ga bezmontaj, beshantaj qo'yamiz. Tanishtirishni davom etamiz. Olga, рад был встретиться в Узбекистане. Как вы дошли? Все уже пришли. Гостя почетного привезли, заместитель министра сельского хозяйства. Mashallah da. Biz aka charchamayapsizmi? Biz endi ko'p davlat tashkilotlari bilan peskaz qilyapmiz shu частный ishlaganimiz uchun. Hozir xursand bo'ldik ko'rib. Odatda avvallari hamma vaqtda bunaqa e'tibor bo'lmagan. Yaqin vaqtlardan beri kuzatyapmiz. Shu yuqori tashkilot xodimlarining o'zi kelib, shu birma-bir stendlarda yurib, keyin shunaqa joylarni ko'rdik, so'rab yuribdi. Nima kamchiliklar bor, nima qilsak yaxshiroq bo'ladi? Yana qanaqa yordam bera olamizki, shu biznesimiz rivojlansa, mana oziq-ovqat xavfsizligimiz yanada bizga mukammalroq bo'lsa, nima qilsakki shu ish jahon andozalariga mos tarzda rivojlanishi kerak degan narsani juda xursand bo'ldim o'zim. Avvallari endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, sal bir befarqroq, sal bir juda qiyin bo'lgan, bir kichik odamlar bir kelib bir og'iz gapirardi, shundoq chiqib ketardi eshikdan. Lekin keyingi yillarda juda ham xursand bo'lyapmiz. Bu yuqori shu boshqaruv organidagi odamlar nafaqat kelib gapirishi, yerda ochib berishi, lekin mana hozir mana misol, yorqin misolda endi hech qanaqa hojati yo'q. Shuning uchun biz har doim tarafdor bo'lganmiz. Bu jamiyatning ishida, bu bitta vazirlikda yoki qanaqadir vazirda o'rinbosarlarning ishi emas bu. Bu jamiyatni birgalikda qilinadigan ishi. Buni ajratib bo'lmaydi bir-biridan. Sizlar shu vakil sifatida shu o'rtadagi ko'prik vazifasidasizlar. O'sha ishlab chiqaruvchilar bilan bu iste'molchilarning orasida vazifamiz shu o'zi. Buni o'rtasida shu o'zaro hamohanglikda davlatning rivojlanishi shu orqali bo'ladi. Juda ham ko'rib xursand bo'ldim sizni. Katta rahmat. Barakat toping. Mana shu haqiqatan to'g'ri aytyapsiz. Hozirgi kunda bo'layotgan o'zgarishlarda biz hammani ishtiroki kerak. Har bitta. Davlatimiz rahbari hammaga imkoniyat yaratib berib qo'ygan. Hamma yengilliklar, imtiyozlar, moliyaviy instrumentlar berilgan. Ulardan to'g'ri foydalanishimiz kerak, hammani jalb qilishimiz kerak. Albatta. Sizga katta rahmat. Barakat toping. Tarmoqlarda kuzatib turamiz. Barakat toping. Xursand bo'ldik, xudo xolasa. Mana tashkilotlar, qishloq xo'jaligi korxonalari, fermerlarimiz ko'rib, siz ishingizni har doim quvonib kuzatib turamiz. Barakat topinglar. Biz sizlarga xalaqit beramiz. Olga, не будем. Можно еще Виктора представить, он является представителем О. компании Все, мы Виктором уже посещали завод, давно уже знакомы.
Вы продолжайте, мы еще снимаем на лайв. Сейчас выложим на YouTube прямо. Мы встретим, хорошо? Biz o'rtoqlar bo'yicha jamiyat bilan xayrlashamiz. Hozir Viktor bilan alohida gaplashamiz. Amazon vakillari xursand bo'ldik. Davom etamiz o'rtoqlar. Xo'p, demak, Raiffeisen Warren joylar bu yerda joylashgan va kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda Amazonda mahsulotlari qo'yilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bizni eski akalarimizdan deb qo'yamiz, yangi va eski tanishlarimiz bo'ladi. Nisbatan yangi Raiffeisen Warren jamoasi bilan ishlaydigan katta bir umiddamiz, chunki eng zo'r uskunalarni olib keladi. Akamizni mana shu O'zbekistondagi birinchilardan bo'lib chorva hayvonlarini olib kelib, mana shu yerda joriy qilish bo'yicha ish olib borgan. Fermalari bor, juda ham yaxshi tadbirkor. Nechta sigirimiz bor edi? 2000 ta. 2000 ta Chinoz atroflarida, Sirdaryoda bir reja qilganmiz. Yaqinda biz Turkiya safarida bo'lganda reja qildik, afsuski hali ulgurmadik. Borib 2000 ta sigir kam emas. Akamiz bitta ishlari bor. Molni oshqozoniga chip o'rnatib qo'ygan, telefoniga molni ahvoli, temperaturasi, nimasi onlayn kelib turadi. Shunaqa joylari bor. U juda ham menimcha foydali narsa bo'lyapti. Eng yangiliklarni qidirib, dunyoning narigi chekkasi Antarktikaga ham bo'lsa boradigan akamiz bu. Bitta suhbat qilamiz siz bilan, xudo xolasa. Akalar yozib qo'yasizlar, fermer bilan suhbatda yozib qo'ysanglar, dalasiga borib o'sha chip haqida, boshqa haqida ma'lumotlar beramiz. Hali biz live'da hozir gaplashamiz alohida. Davom etamiz o'rtoqlar. Mana bu yerda Yo'ldosh aka. Ha, bular sir klient Yo'ldosh aka. Live'ni boshladik, xudo xolasa. Bu yerda bir nechta korxonalarning vakillari mahsulotlari bor. O'zlari ham shu yerda. Qolaversa, Raiffeisen Warren jamoasini xodimlari ham xizmatda hozir va nozir. To'g'rimi? Yo'ldosh akamiz Raiffeisen Warren korxonasining O'zbekistondagi direktori hisoblanadi va butun boshqaruv tizimidagi bu ilmni Germaniyada o'sha biz yaqinda bordik, Tristov deydi. Institutda o'qishgan, bu yerdagi juda ko'p insonlar, aka-ukalarimiz shu yerda o'qishgan va o'sha jamoani shakllanishi o'sha yerda 12 yillik Germaniyada yashash, ishlash tajribasi bor kamida. Ya'ni o'shani O'zbekistonga joriy qilish bo'yicha qilgan, ya'ni vakamiz Navochok emas, juda katta tajribasi bor. Yo'ldosh akamning o'zidan bir ma'lumot olsanglar, bir dunyo ma'lumot bor. Shuning uchun ham tashrif buyurishinglar kerak. Biz davom etamiz o'rtoqlar, qattiq xayrlashmaymiz. 26-27 da ham shu yerda bo'ladi, 28 da ham shu yerda bo'ladi. Undan tashqari kontaktlarni qoldiramiz, to'g'ridan-to'g'ri o'ziga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Va alaykum salom. Charchamayapsiz. Rahmat. O'z salomatmi? Baraka toping. Nimadan ko'rib turamiz? Maşallah. O'zimiz ishimiz ko'payib ketib, o'zimiz ham faqat televizorda ko'radigan qoldik. Baraka topinglar. Xullas, Amazon o'rtoqlar, Amazonda boya biz aytdik, bu bunaqa texnikalari ham bor. Viktor shu yerda kelgan ma'lumotlarni beradi. Mana qolaversa, Dilshod ko'rsatasan, mana to'g'ridan to'g'ri o'zbekcha tarjimani qilib beradigan ukalarimiz ham bor. Umuman bilmasanglar, to'g'ridan to'g'ri o'zbek tilida obzorlarni ham olasizlar. Bu Grimme bilasizlar, yaqinda YouTube'da ma'lumotlarni qo'ydi, juda katta shov-shuv bo'ldi. Ayniqsa mana bu uskunasi, hali piyozlarni bargini kesib ketadigan, yig'adigan uskunalar juda katta shov-shuvga sabab bo'ldiki, sizlar dedi, buncha texnikani olib kelib, buncha ishchilarni, ayollarimizni rizqini kesib qo'yapsizlar-ku, bu nima bir maynavozchilik degan gaplar bo'ldi. O'rtoqlar, mana hozir piyoz 900 so'm, 1000 so'm. O'zi o'sha pulga pishgan. Qanchadan qancha dehqon daromad qilolmayapti. Qancha dehqon, ularni ayoli, bolalari, farzandlari qaqshaydi-ku agar pul qilolmaydigan bo'lsa. Ularni bolalari emasmi? Ishchiga pul berayotgan ishchini sen texnika olib kelib, ularni rizqini kesyapsan dedinglar. Qancha dehqon yerda qonyapti? Minglab dehqonlarni ayollari, bolalari, u odam emasmi ular? Ular nima qiladi endi? Shuning uchun mana bunaqa texnika kerak bizga. Ekish, yig'ish hammasi tannarxi shunaqa arzon bo'lishi kerakki, dehqon mana bunaqa yil bo'lganda ham piyozchilar daromad qilish kerak. Bankrot bo'lmasligi kerak. Ertaga ovqatlar butun sinib yo'q bo'ladi bunaqada. Shuning uchun Grimme texnikalari bizga suv bilan havodek zarur. Piyoz batvasini kesish, yig'ish, kartoshka yig'ish bo'yicha mana kombaynlari bor. Hammasini mana shu korxonani mahsulotlari amalga oshiradi. Juda ham qisqa vaqtda juda ham katta mahsuldorlikka ega va qo'l mehnatini kamaytirib, mahsulot narxini pasaytirish bo'yicha cheksiz, chegarasiz imkoniyatlarga ega bu korxona. Grimme eslab qolinglar, bu O'zbekistonda bor, sotilishni boshlagan va ayni kunlarda ham ishlab turibdi, dalalarda bor. Fendt endi bu brend, Yevropa va dunyo brendi. Sifat va ishonch uyg'unligi. Zavodning o'ziga tashrif buyurdik. Bu korxona juda ham yaxshi ko'rar ekan nemislar ayniqsa.
Fend ularda shu yoshligidan zavodlarga, shu magazinlarga kirdi, kiyimlarigacha kiyishib juda katta mehri bor ekan. Juda ham ko'plab texnikasi bor, lekin bu yerga o'sha bitta kombaynni olib kelishibdi hozir. Bemalol Raiffeisen Varant jamoasiga murojaat qilsanglar, ishonchli sifatli shunaqa ekonomik traktorlari bor, bir necha barobar o'zini o'sha raqobatchilar deymiz, kam yoqilg'i kuch sarf qilib o'sha ishni bajaradi. Kamida 30-40% iqtisodiy samaradorligi bor. Va mana shu korxonani mahsulotlari ham endi O'zbekistonda. Qaranglar, hozir mana tanishtirib o'tdim, hammasini katalogga kirib ko'ringlar, xohlagan turdagi, rusumdagi mahsulotlarni sotib olsanglar bo'ladi. Yana sotish uslublari ham har xil. U yerda ham o'ziga xos, mana eshitdinglar, Qishloq xo'jaligi vazirligidan vakil aytayapti, imtiyozlar bor, foydalansin deyapti, foydalaninglar. O'rtoqlar, biz davom etamiz. Bu Raiffeisen Varant jamoasini to'laqonli stendi edi, to'laqonli tanishtirib o'tdik. Afsuski, Kronni o'zini bu yerda mahsuloti hali yetib kelgani yo'q, lekin Kronini bu yerda представительlari, ya'ni kelgan Dostonbek ukamiz shu yerda Kron mahsulotlari juda ham gigant, biz borib ko'rdik, bu juda ham katta. Ayniqsa bu Jaguar deymiz-ku, nimalarni o'radigan, makka jo'xorilarni yem qiladigan. O'sha bo'yicha hozir tengi yo'q bitta uskuna chiqargan, yorib tashlayapti hozir. O'shaning vakillari shu yerda. Kelsanglar, albatta Dostonbekni so'ranglar va mana shu yerda Raiffeisen Varantda o'sha qurilgan o'sha maxsus joyda, shotyor deyapmiz, o'sha chaylan tagida o'sha yerda Dostonbek bo'ladi. Kamida 2 kun shu yerda ishtirok etishadi. O'rtoqlar, endi davom etamiz. Raiffeisen Varant jamoasi haqida mana shu qisqacha ma'lumotni berib o'tdik, chunki biz yaqinda ular bilan Germaniya safariga bordik, juda ham ko'plab to'laqonli yangi ma'lumotlarga egamiz. Qolaversa, biz yaqinda Klassga tashrif buyurdik. Klassning katta bir joylariga, bu Klass bilasizlar, bu endi Klass bu. Bu ham o'ziga xos juda katta pavilyon olgan agrotexnikada va o'ziga xos mahsulotlari bor. Bularda ham hamma vakillari shu yerda ishtirok etyapti. To'g'ridan-to'g'ri Klass traktorlari haqida ham ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bularni bitta mana shunaqa o'radigan Jaguari yangi chiqqani, juda ham katta mahsuldorlik ko'rsatgani uchun medal oldi bunda ham. Va yana bittasi o'sha press qiladigani oltin medal olgan. O'zi bor yo'q 2 ta medal olgan bo'lsa, bittasini Klass oldi. Biz o'z agrotexnikada o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Yana bittasi 4 tali balonni ham tortadigan bitta traktor bordi. 2 ta oldi. O'shani bittasi Klassga tegishli. Davom etamiz o'rtoqlar. Bu yerda juda ham ko'plab uskunalar bor. Biz hammasini sizlarga obzor qilmaymiz, lekin qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Qaysi korxonalar? Bu tomon to'liqligicha Klassga tegishli. Kim bordi? Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Akalar, eslab qolgan bo'lsa, biz hali uni qo'yganimiz yo'q, lekin Germaniyaga borganimizda agrotexnikada aynan Klassdan vakillar borganda akamiz bilan ko'rishib gaplashdik va bugun O'zbekistonda ko'rishib turibmiz. O'sha paytda aytdik, O'zbekistonga boradi deb. Boya aytdim, men Klassda 2 ta oltin medal bo'lgan bo'lsa, bittasini Klass olgan. O'sha haligi press qilish bo'yicha innovatsion. Ya'ni shunaqaga beriladigan oltin medal umuman yangi yasalgan uskuna bo'lishi kerak. Nimadir darobotga qilgan bo'lishi kerak emas. Darobotga qilinganini bu haligi silos qiladigan oldi. Ya'ni bir vaqtda juda qisqa vaqt ichida katta miqdordagi nimani silosni ishlab chiqargan. U bo'yicha kumush medal olgan. Va endi Klass haqida Klass o'zi asli menimcha jiya unaqa reklamaga ham shart emas. Buni hamma biladi, biladi. Lekin yangiligini aytirish kerak. Endi uni qizig'i, eng zo'rini aytaylik. Klass O'zbekistonda qo'shma birlashma qilib, Chirchiq dedingizmi? Chirchiqda zavod. Zavod degani chiqargan. Biz hozir reja qilyapmiz. O'sha zavodga to'g'ridan-to'g'ri tashrif buyurishdi. Bu kichkina gap emas endi bu. Bu kichkina gap bo'lmaydi. Bu jiddiy. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bular. Shig'alda urush kombaynlari. Qaranglar, O'zbekistonda chiqadi. Urush kombayni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Mashallah, buni qaranglar, qancha isboti bilan. Mana traktorlar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mana. Bu. Mana. Klass O'zbekistonda. Mana Dilshod, mana qaranglar. Yana bitta narsani aytinglar, bu o'zbek akalarimiz bolg'a o'roq qilib chiqaryaptimikan? Yo'q, unaqa emas. Bu to'laqonli qo'shma korxona. Yaqinroq kel Dilshod. Yaqinroq kel, mana ko'rsatgin. Zavod qo'shma korxona, ya'ni to'laqonli nemis texnologiyasi asosida nemis mutaxassislari va nazorati ostida ma'lum bir butlovchi, ma'lum bir qanaqadir qismlari lokalizatsiya ham qilingan bo'lishi mumkin, ehtimoli bor. Men ham bilmayman. To'g'risi bo'lmaydi. Mahalliylashtirish qilingan. foizi bor. Va nechadir foizi mahalliylashtirilgan, lokalizatsiya qilingan. Biz uchun tarafdorimiz. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha tannarxi arzonlashaveradi. Siz bilan uchrashgan ko'rgazmamizda men aytdim, shu traktorni O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha birinchi kelishuvga erishdik. Bunda
nemis hamkorlar bor. Mashallah. Keyingi yildan shu traktor O'zbekistonda ishlab Necha ot kuchiga ega bo'ladi o'shanda? 233 ot kuch. 233. Mana nimalari bor? O'rtoqlar, kelsanglar, to'g'ridan to'g'ri mana shu mahsulotlarni o'zi bilan ko'rib tanishishlar mumkin. Agar xohlasanglar, men o'zim nasib etsa bir reja qildik akamiz bilan borib zavodni ko'rib, haqiqatan ko'zimiz bilan ko'rib sizlarga taqdim etamiz. Bu biz xalqimiz uchun kerak narsa. Ikkinchidan keyin hali bugun, erta indin o'zingizlar ko'rishinglar mumkin va undan ham keyin iltimos qilsak, ma'lum bir vaqt belgilasanglar, o'zingizlar bir zavod to'laqonli ishlayotgan joyda tashrif buyursanglar ham bo'ladi. Ko'zinglar bilan ko'rib ketasizlar. Real o'sha jarayon bormi, ishlab chiqaryaptimi? 18-dekabr kuni Aha. korxonamizga press tur reja qilganmiz. 18-dekabr. 18-dekabrda hamma matbuot xodimlari, o'sha televideniya xodimlari hammasi kelib o'sha ko'radi. Ko'radi. Sizlarni ham taklif qilamiz. Bo'ldi. O'rtoqlar, agar shu yo'nalish bo'yicha qiziqish bildiradigan bo'lsanglar, klass o'sha kontaktlari bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Qanaqa tartibda bo'ladi u, necha kishi, endi butun respublika bo'yicha hammani sig'dirish iloji yo'q. Press tur degani o'sha ommaviy axborot vositalari xodimlariga olib borib o'sha narsalar ko'rsatiladi, jarayonlar. Marhamat, agar kimda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'zinglar bilan ko'rsanglar bo'ladi. Biz tashrif buyuramiz, to'laqonli bitta kanalga ma'lumot qilib sizlarga taqdim etamiz. Ko'rasizlar. Hozir to'g'ridan to'g'ri ko'rmoqchi bo'lsanglar, 26 bugun bo'ladigan bo'lsa, 27-28. Erta-indin vaqtinglar bor. Bemalol tashrif buyuringlar, ko'ringlar. Hamma jamoa shu yerda nima savolinglar bo'lsa, savollarga javob olasizlar bemalol. Biz davom etamiz bo'lmasa aka. Live-damiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, yana davom etamiz. Agromaster jamoasiniki shu yerda, xo'p, Limkin. O'tgan safar Limkinda O'zbekistonda va alaykum salom. O'zbekistonda lokalizatsiya qilingan joylari bor desak, akalar xafa bo'lishdi. Yo'q, O'zbekistonda yo'q. Qaysidir vaqtda shunaqa jarayon bo'lgan ekan, lekin bilasizlar, bu Germaniya brendi va Germaniyada ishlab chiqariladi. Narigi tomondaki bo'lmasa ozgina mana shu yerdan o'taylik. Mana shu yerdan endi ozgina live bo'ladi o'rtoqlar. Bezmontaj, beshantaj dedik-ku. Endi shu to'g'ridan to'g'ri olib sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu yerda o'sha kim bu korxonani ishlatgan bo'lsa, sifatini bilgan bo'lsa, o'zlari kelib mana bu mahsulotlarni ko'rishib, savollarga javoblar olishyapti. Bitta narsa bor. Biz jamiyatda rivojlanish tarafdorimiz. Qaysi birini ko'rsatgan bo'lsak, u haqida bizda ko'proq ma'lumot bor. Qaysi biri haqida kamroq ma'lumot bergan bo'lsak, ma'lumotimiz yetarli emas. Yetarli bo'lmagani uchun sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Qaysi biri ishtirok etyapti? Masalan, deylik, Livol deylik. Juda ham katta o'ziga yarasha adashmasam SN Invest shunaqa bir korxonani O'zbekistonda vakillari bor. Buni olib kelib sotishadi. Bemalol kelib parametrlar bo'yicha ma'lumotni olib o'zingizlar ham kelib ko'rib ketsanglar bo'ladi. Traktorlarda endi umumiy ko'rsatamiz, shu yerda narigi tomonda belaruslar bor. U tomonda belaruslar, narigi tarafda yana boshqa turdagi korxonalarda mahsulotlari bor. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu orqamizda hammasi bor. Endi har bittasiga agar hozir kirib chiqamiz desak, juda ham bu video cho'zilib ketib qoladi. Ichkarida ham bor. Biz sizni ichkariga ham taklif qilmoqchimiz va ichkarida ko'rsatmoqchimiz qanaqa bo'layotganini. Demak, ko'rdinglar, mana shu yerda pavilyon Uz Expo markazida, bilasizlar, Minor masjid, Oq masjidga juda yaqin joyda joylashgan yoki mana bu Interkontinentalda shunday orqasida bo'ladi. Bemalol ikki tarafdan kelsanglar ham bo'ladi. Bu pavilyon traktorlarga aynan mana shu qismida joylashgan. Endi ichkariga kiramiz, o'rtoqlar. Ichkarida nima gap? Ichkarida samolyot bor ekan. Samolyot, o'rtoqlar, dronlar bor. Ichkarida ochilish marosimlari bo'lyapti. Afsuski biz unga ishtirok eta olmasak kerak, lekin qo'ldan kelgancha ichkarida nima bo'layotganini maksimal darajada sizlarga ko'rsatamiz. Tomchilab sug'orish tizimlari, turli xil o'g'itlar, boshqa yo'nalishlar bo'yicha tadbirkorlar birinchi va ikkinchi pavilyonga joylashgan. Hozir hammasini kirib ko'ramiz. Bu yerda registratsiya qiladigan joy bor. Assalomu alaykum, xodimlar. Registratsiyada sizlar onlayn registratsiyadan o'tishingiz ham mumkin. Muammosi yo'q. Mana bu yerda registratsiyasi bor. O'shani sizlar registratsiyadan o'tganlardan keyin sizlarga chiqarib beradi o'zini qog'ozini. Hozir men topsam, unisini ham ko'rsatam. Mana shunaqa tartibda bo'ladi. Shunaqa tartibda bo'ladi. Shunda telefon bilan ko'rsatib kirib o'tib ketaverasizlar. Bo'ldi. Xo'p, biz endi avval o'tganmiz, shuning uchun biz tekshirib o'tirishmadi. Sekin ichkariga kiramiz, o'rtoqlar. Bu boya aytdik, Olga Xonger bilan gaplashganimizda Germaniya stendi bor bu yerda, Yevropa stendi bor deb. Mana bu yoqdan olib ko'rsatgin. Shu yerdan olib qarasanglar, shundoq Germaniyaning stendi. Aleksandr.
Приветствую вас. Приветствую. Здравствуйте. Как вы сами? Все хорошо, Как вы спасибо. начали? Все нормально? Все супер, да, все супер, спасибо. Aleksandr O'zbekistondagi mashq bo'ladigan tashkiliy ishlarda hammasi asosiy ishlarda yuradigan. Bu yerda Shtefan bor, juda ham ko'plab jonbos aka-ukalarimiz bor. Мы сейчас на лайф сейчас снимаем все. Как все? Отлично все. Отлично, да. Nima savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Mana vakillar bu yerda yurishdi. Endi ozgina Germaniyani his qilyapsizlarmi havosini? Qaranglar. O o'zining tarixiy kiyimlarida bemalol o'tirishibdi. O'tgan safar kelganda Shtefanga aytdim, Shtefan Qozog'istonda shunaqa chiroyli orkestrlar bilan yurgan ekansan, nimaga bizga qilmayapsan desam, keyingi yil olib kelaman dedi. Baraka topsa mana olib keldi. Ko'rib turibsiz to'g'ridan to'g'ri. Bu faqat qo'shiq emas, to'g'ridan to'g'ri представительlar turibdi. Germaniyadan qanaqa mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilib olsanglar bo'ladi. Kelinglar bir yurib ko'ramiz. Bu yerda Erondan kelgan tadbirkorlar jamoasi bor ekan, bir nechtasi bitta pavilyonga joylashgan, umumiy qilib. Mana ko'ryapsizlar. Urug'chilik bo'yicha, kartoshkachilik texnikalari bo'yicha ko'rib turgan bo'lsanglar, kichkina joylar ajratib qo'yilgan. Mana shu yerda to'g'ridan to'g'ri kelib, o'zlari bilan muloqot qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yuramiz. Bitta endi hamma qatorni ko'rsatamiz desak, bu juda ham cho'zilib ketib qoladi. Qo'ldan kelgancha yuramiz. Pechkuchni bilasizlar, kimda agar urug' saralash bo'yicha shunaqa texnikalar kerak bo'lgan bo'lsa, Germaniyani juda ham katta tajribaga ega korxonasi bu yerda ishtirok etyapti. Bu yerda bir nechta Germaniyaning korxonalari bor, Yevropaning korxonalari bor. Biz bilganimiz mana Bauerda o'zi bilasizlar pivot tizimlari bor, sug'orish tizimlari. O'sha mahsulotlarni ishlab chiqarib O'zbekistonga joriy qilish bilan shug'ullanadi. Yana bitta korxonani ko'ryapsizlar. Mana ko'rasizlar, bizda uncha shakllanmagan, lekin Yevropada juda ham shakllangan, to'g'ridan to'g'ri mollarni tagidagi o'sha go'nglarni suyuq holatda olib, bularga solib turib, shlanglar yordamida dalaga sochib chiqishadi. Juda ham chiritib, boshqa qilish yo'q. Aslida bunaqa tizim bor. Mana ko'rib tursa, ekranlarda ko'rsatib turibdi qanaqaligini. Shunaqa tartibda ishlaydigan korxona. Deyarli O'zbekistonda yo'q, lekin biz bildik juda ham samarador ekan. Shuni eslab qolinglar, juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bitta ikkita oralab endi yurib sizlarga ko'rsatamiz, qo'ldan kelgancha qanaqa bo'ladi. Sug'orish tizimlari, bir nechta sug'orish tizimlari bor. Biz bu yerda hamkorimiz ham bor, hammasini ko'ramiz xudo xolasa. Xo'p, bular balonlar ishlab chiqaradigan ekan. Yana davom etamiz. Oralab ko'raylik, sizlar bizni bahonamizni ko'rib olasizlar. Bu ham karmarazachik deydi, yem ishlab chiqaradigan yemlarni aralashtirib beruvchi uskuna. TCT bizi yaxshi bir hamkorimiz, Bahromjon degan ukamiz bu yerda faoliyat olib boradi. Bir necha yillardan beri o'zlari ham shu yerda, biroq tanishtirib ketamiz. Bahromjon, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Harakatlar bilan. Bu yerda rahmat. Ko'ryapsizlarmi? Bitta ko'ylakni o'ziga 4 ta 5 ta brend urib olgan. Juda bir haligi yigitda bu, ishbilarmon yigit. TCT o'ziniki Leyli bilasizlar, dunyoda bir paytlar sizlarga ko'rsatdik. Haligi sotuv, nima, qarovchisi yo'q, ferma. Avtomatlashtirilgan. Bu dunyo brend hisoblanadi. Leyli bundan tashqari TCT Agro jamoasi bir nechta Yevropadagi korxonalarda, nomdor korxonalarda mahsulotlarni O'zbekistonga olib, shu tadbirkorlarga yetkazish bilan shug'ullanadi. Tajribasi bor bu yigitni, yosh o'ylamanglar. Bu yigit bir necha ishlarda, loyihalarda amalga oshirgan va O'zbekistonda hozir o'sha Bahromjonning yordamida olib kelingan uskunalar ishlab turibdi. Fermalarda ishlab turibdi. Qani bizni vizitkamizni ko'rsatib qo'yaylik. Osonroq, yaqinroq olib kelib kontaktlarni ko'rib qo'yinglar mana. Mana o'zimiz tushunadigan tilda mana Bahromjon. Olyaptimi? Telegram kanalmi? O tepada Telegram nimalari bor. Kerak bo'lsa biz sizlarga yozib qoldiramiz. Ko'rinmayaptimi? Juda kichkina ekan. Qaysi nomerga qilishadi sizga? 90likkanmi? 33 80 90 00. Ha, mana 33 lik ekan. 080 90 00. Mana sizlarga to'g'ridan to'g'ri kontakt. Bemalol aloqada bo'laverasiz. Biz live'damiz, davom etamiz, kelamiz xudo xolasa. Yana bitta hamkor. O'rtoqlar, tomchilab sug'orish bu bugun endi busiz hech inkor qilib bo'lmaydigan fakt bo'lib qoldi. Avvalida u zominlarga bir paytlar aytganimizda, qilamiz dedim. Bugun usiz imkoni yo'q dehqonchilik qilishdi. Yana bitta korxonasi. Assalomu alaykum. Assalom. Salomatsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'ziga ishongan korxona, o'zini komandasiga, jamoasi bor bo'lsa, shu yerda o'zi ishtirok eta oladi.
Bu yerda bir nechta O'zbekistonda faoliyat yuboradigan korxonalar bor. Shulardan bittasi Turboplast bo'ladi. Turboplastni biz 1 yildan beri kuzatyapmiz. Zavodlarga tashrif buyurdik. Zavodni montajlarni qilib endi qo'yamiz. Hali shu paytgacha uni kontaktlarini nimalarni qo'ymadi, kontentlarni. Sababi ko'zimiz bilan ko'rib, haqiqatan olib bergan narsalari, bergan narsalar ishlaydimi, yo'qmi, ubiditsiya qilish uchun shuncha vaqt kutdik va oxirida yaqinda Zominga borib, o'sha Obidjonga berilgan piyozga berilganini, qarg'a cho'qidi uni, ustidan traktor yurdi, lifletlarni har safar bo'lamiz. Obidjon, yirtildimi? Nima bo'ldi? Biror narsa bo'lsa ayting. Yo'q, aka hech narsa bo'lmayapti dedi. Yo'q, biror narsa bo'lsa aytaylik. Seni shalanging yomon ekan, lenting u ekan, lifleting o'xshamadi. Bironta joy bo'lsa aytaymiz ham, aka chiqmayapti unaqasi dedi. Topolmadi xullas. Aka topolmadik. Bir yil o'zlari menga aloqasi. Ha, 1 yil kutdik, mahsulotini olib, zavodda syomka qilganmiz. Chiqarganimiz yo'q. Sababi ishonch hosil qilmoqchi bo'ldik. Yana o'zimiz avtonomniy. Mana lokalizatsiya 90% atrofida lokalizatsiya. Mana bu filtrlari, idishlari juda ham ko'plab butlovchi qismlarning katta qismi O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Agrarena qani bu yoqqa kelsinchi? Agrarenani chaqiringlar, mana G'ulomjon, keling. G'ulomjon Agrarenani o'zi mana asboblari bilan yuribdi. G'ulomjon ham mana qurollanib yuribdi. Bu yerda aytgandek kelsanglar juda ham ko'plab mana shu o'zingizlar bilgan va lekin hali ko'rishmagan insonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Turboplastda Abdusalom ukamiz, Sanjar akamiz bor, Hamur akamiz, butun boshli agromarket jamoasi juda ham katta jamoamiz ish olib boradi va endi buni sotgandan keyin urug'da ekkandan boshlab tomchilab sug'orish, yetishtirib mahsulot olish kerak. U bo'yicha agromarketda Hamur akamiz boshligida juda ham yosh, energichniy agronom ukalarimiz maslahat berib turadi. Agro arenani bilasizlar, G'ulomjon ukamiz bemalol murojaat qilsanglar, targ'ibot bo'yicha, maslahat bo'yicha, nafaqat targ'ibot, balkim agro yo'nalish bo'yicha ham Surxondaryoning issiq iqlimlari bo'yicha professional ukamiz bo'ladi, maslahat beradi. Ha, bemalol. Absalom ko'rgandan xursand bo'ldik, xudo xolasa. 26, 27, 28 eslab qolinglar. Yana 2 kun 27, 28 shu yerda bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri murojaat qilsanglar, birinchi qo'l hali gilam sotsang, qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan deydi-yu. O'zimizda shu o'zimizni o'zbek qoraqalpaqlari qolsa yaxshi-ku. Ham jamoasi ham shu yerda, javobgarligi ham shu yerda va mana bu ishlab chiqariladigani xorijdan qolishadigan joyi yo'q. Biz bunga endi ishonch bemalol gapirsak bo'ladi. Davom etamiz o'rtoqlar, live'damiz, xudo xolasa. Nimalar yana bor? Xitoydan juda ham ko'plab tadbirkorlar tashrif buyurdi. Keyingi paytlar an'anaga aylandi bu. Juda ham ko'plab bu degani xitoyliklar yomon bosib ketdi degani emas. Просто bularda ham o'zining yangiligi bor, mahsulotlari bor. Agar kelsanglar bemalol qanaqadir butlovchi qismlar, qanaqadir o'zingizlarga texnik jihatdan kerak bo'ladigan mahsulotlarni olsanglar bo'ladi. Endi keyingi pavilyonga ham o'tishimiz kerak. Yana bir bor uzr so'raymiz, o'rtoqlar. Hammasini aylansak ko'payib ketib qoladi kontent. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Qayerda nimalar bor o'zimiz bilganlari bo'lsa, bu yerda ham o'sha turli xil uskunalar, mana bu yerda o'sha boya aytdim, Xitoydan kelgan tadbirkorlarimiz bor. Bu tomonda to'liqligicha shu korxonalar egallabdi. Endi bilmadim qay darajada kichik maydoninglar bo'lsa, mana bunaqa narsalarni olib sepsanglar bo'ladi, lekin imkoni bo'lsa o'sha avtomatlashtirilgan katta, kichkina o'sha apreskvitlarda minilari chiqyapti. To'liq aytgan joylarga o'zi sep beradi. Hozir shunaqalar chiqdi, o'zi nazorat qilib tushgan hasharotlarni aniqlashtirib, signal jo'natib, kerak bo'lsa o'rnatib qo'ysalar, o'zi sepib ham turar ekan. Hali bu haqda alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bu tomon to'liqligicha o'sha Xitoydan kelgan tadbirkorlarimiz egallagan. Yana bitta pavilyonimiz bor, o'sha yerga o'tamiz. U yerda ochilish marosimidan tashqari O'zbekistonda turli xil agrobiznes yo'nalishi bo'yicha muammolarga duch keladigan holatlarni ko'rganmiz. Huquqiy yana yeringni olib qo'yaman, topshirasan, falon piston dedi. Yoki suv yoki bog'dorchilik bo'yicha juda katta muammo bor. Bularni hammasini yechimlari shu yerda panelli diskussiya deymiz. O'zbekchasini bilmayman, bilsanglar aytib qo'yinglar. O'sha muhokamalarda mana shu yerda katta joy ajratilgan va to'liqligicha o'sha ishlar o'sha yerda olib boriladi. Bu tomonda baqir-chaqir nima bo'lyapti desanglar, u yerda kimoshni savdosi bo'lyapti. Rak bilan kasallangan yosh qizlar, o'g'illar rasmlar chizishgan va kimoshni savdosi shu yerda sotilib, o'sha rak bo'lgan yosh bolalarga, qizlarga, o'g'il qizlarga o'sha pullar o'tkazib berilyapti. O'sha jarayoni bo'lib o'tyapti shu yerda. Endi kelinglar. Mana bu yerda turli xil sog'ish anjomlari. Bu korxona ham anchadan beri O'zbekistonda faoliyat olib boradi, xudo xolasa. Salom. Hormanglar. Charchamayapsizlarmi? Shuni hormanglar. Charchamayapsiz. Rahmat. O'zingizlar charchamayapsizlarmi? Rahmat. Qani.
Ha, ko'rinsa kerak. Ko'rinsa kerak. Mana shu bittasini qo'yib qo'yamiz. Mana 93lik 306 66 49. Telefon qilaverasizlar. Sog'ishni liboy turlari bo'lsa, sigirni shu oldiga o'zini qo'yib yuborsanglar, borib sog'ib kelaveradi. Mana shunaqalari ham bor, xudo xohlasa. Butun boshli jamoa shu yerda ishlayapti. Bugun erta to'g'ridan-to'g'ri kelib o'zlari bilan uchrashsanglar bo'ladi. Minisi ham bor, kattasi ham bor, hammasidan bor. Xudo xohlasa davom etamiz. Hop, mana bu yerda sigirlarni nima qiladigan, shu haligi tashib qo'yadigan boshqasi bor. Xo'p, shu yerda samolyot bo'lishi kerak. Hozir topamiz. Xitoylik yana bitta kelibdi, bilasizlar, motoblok deymiz, svet o'chgan bo'lsa, kichkina to'kishlab chiqaruvchi generatorlar ham bor ekan. Men o'zim to'g'risi hozir o'zim ham birinchi marta kelyapman. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, ko'p narsalarni o'zimiz ham bilmaymiz. Hop. Atar. Ha. Bu yerda menimcha o'sha GPS o'rnatadigan tizim, bilasizlar, yaqinda bir korxonani biz o'zimiz o'rganib ko'ryapmiz. Ya'ni traktorga o'rnatib qo'yadi, traktor o'zi avtomatik tarzda o'sha to'g'rilash, boshqarish tizimlarini o'zi qiladi. Yana ham to'liqroq ma'lumot olamiz, aynan nimaga ixtisoslashganini. Menimcha siyalka bu. Siyalkalar qo'yib qo'ygan. Xo'p. Hormasin. Ismoil. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Charchamayapsiz aka? Assalomu alaykum. Faqat shunaqa chaqiramiz shekilli. Shunaqa bizam hozir mana butun nimani ha, shunaqa qilyapmiz. TikTok. Ha, zo'r. Nima? Ha, urug'chilik. Ha, o'rtoqlar urug'chilik ham bor. Kimda urug'chilik bo'lsa, bir nechta urug'chilarda ham bor. Ichkaridan narigi tomonda kelsanglar, avval taniganinglar ham bor, yangilari ham bor. Yangi urug'chilar olib kelgan bo'lsa, biz hozir kattalar live qilib yuribmiz, olib keladigan bo'lsa, nima degan? Ridgers. Ha. O'rtoqlar to'g'ridan-to'g'ri ishlasanglar bo'ladi. Bitta aylanib chiqaylik, kelamiz bu yerga. Xo'p. Shovqinga rozi bo'lasizlar. Kimosh savdosi bo'lyapti. Bu yerda mana 700.001 pavilyonni qaranglar. 700.002 Jizzax Surxondaryo 800.001 Marhamat. 800.002 birodar. O'rtoqlar, endi fermerlar bemalol o'zi ham litsenziya olib dalasiga sepsa bo'laveradi dorilarni. Bu alohida obzor qilamiz buni. Alohida obzor qilib beramiz. Qanday qilib qayerdan olish mumkin? Ruxsatnoma osonlashgan hozir va litsenziya bilan bemalol foydalansa bo'ladi. Qaranglar, buni qanaqaligi. Ixcham, mana meni bo'yimcha. Ichkarilarni ham olib, sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa bu haqda to'laqonli ma'lumot bo'ladi. Dronlar bor bu yerda. Bemalol dronlarni ham olib kelgan, foydalansanglar bo'ladi. Bu avtomobilni 1 million mana marhamat. Nega qo'yib qo'yganini men hali bilmayman. Yashanglar. Marhamat. Motoroller, bu tomonda kimosh savdosiga qo'yilgan uzumlar va jarayonlar bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, o'sha kimosh savdosi orqali bo'layotgan, demak, rak bilan kasallangan yigitlarga bu yerda yigit, qizlar, o'g'il, umuman hammasiga shu fondga o'tkazilyapti shuni. Kelinglar. Mana shu yigit qayerda ob-havo agar yaxshi bo'lmasa, mana shu yigit aybdor bo'ladi. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat, ishlaringiz yaxshimi? Shokir aka. Assalomu alaykum. Salomat, ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? O'tiring. Kamoliddin aka, salomat, ishlaringiz yaxshimi? Jamoa birlashdi endi. O'rtoqlar, Kamoliddin, o'tiring. Charchamayapsizmi? Shokir akamni bilib qo'yasizlar, qishloq xo'jaligidagi eng og'riqli muammoni biz yurib bunaqa yoritolmaymiz. Bu akadaqa bilmadim, hali biz yetishimizga bir 100 yil bo'lsa kerak, 100 yildan keyin yetib olsak bo'ladi. Biz aytaman, muammolarni yorituvchi insonni mana shu O'zbekistonning yuragi deb qo'yaman bu insonni. Haqiqatda real bo'lgan narsani shunaqa bir sodda va tushunarli tilda yetkazib beradigan formatda yetkazib beradi. Shokir akamiz sanab qo'yinglar, bir necha yillardan beri bu faoliyat olib boryapti. Biz o'ylaymizki, yanada hali ko'plab O'zbekistondagi dardini olib chiqib, bularni yechimi bo'yicha bir jonbozlik ko'rsatadi. Xursandmiz. Butun o'zbek xalqidan rahmatimizni qabul qilamiz. Baraka toping. Eslab qolinglar, bilasizlar ko'rsatuvlarni. Ko'pincha o'zi ko'rinmasdan qiladi kontentni, lekin haqiqiy bo'ladigan dolzarb muammolarni olib chiqadi. Ertadan kelsanglar, to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilsanglar bo'ladi. Live-damiz, xudo xolasa, YouTube'ga kirib ketadi.
1 million 1. Charchamayapsizmi? 1 million 200. Ob-havoni bunchalik obzori bo'lgan emas tarixda O'zbekistonda. Hozir bir necha vaqtlar bo'ladi, oy, keyingi yillarda ham hozir to'g'ridan to'g'ri obzor qilib yetkazib beryapmiz. Nima uchun? Dehqonlar bilsin. Ertaga nima bo'lishi kerak? Biz ham o'zimizdan to'layapmiz. Ha. Bizda ham shunaqangi soha bor, endi to'g'ri orada Toshtemir Tayloqovdan. Ha, bu uzilib qolgan. Davom etyapmiz. Zo'r. Kerak, yani biz fikrlarimiz asosida qishloq xo'jaligi tutumini yuritish, ertaga bozor rastalarida cho'ntagimizga arzonroq Albatta. o'zimiz uchun kerak narsa, shuning uchun harakat qilyapmiz. Albatta, biz ko'rganmiz, juda ham ko'plab mahsulotlar dalada muzlab qolganini, dehqonlar nimagadir ulgurolmay qolgan. Endi unaqasi yo'q. Imkoni bo'lsa maksimal darajada qisqardi va dehqon hafta 10 kun, 15 kun avval aniq ma'lumotlar. Nafaqat hafta 10 kun, endi 1-2 oylarda ham taxminan endi 100% kafolat qiyin aniqlashtirib beryapti. Qaranglar qanaqa zo'r. To'xtab qolmoqchi emasmiz, davom etmoqchimiz, fan to'xtab qolmoqchi emas. Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini yecha olamiz. Yecha olamiz, shunga bel bog'laganmiz. Inshaalloh, barakat. Quruq ommalashtirishda davom etishimiz kerak. Barakat topinglar. Ommalashtirmasdan turib biz o'zimizning nuqtai nazarlarimizni uzoq joylarga yetkaza olmaymiz. Quruq ertaga sovuq bo'ladi, yomg'ir bo'ladi emas, ilmiy ish olib borilyapti bu yerda. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bu ertaga qor yog'adi, yomg'ir yog'adi deb kirib ketmayapti. Ilmiy ish olib borilyapti va u dehqonlarga yetkazilib, o'zaro uyg'unlik bo'lyapti bu yerda. Mana gap qayerda. Men shuncha xursand bo'ldim. Erta-indin kelsanglar, bu yerda tadbirlar ham bo'ladi. Va hozir kunning kecha yarmida soat 3 dan 5 gacha kun o'zgarishi va qishloq xo'jaligi degan endi dalgasroq nizom muddatli o'zi bizni 2030-yilda nima kutyapti, 50da nima kutyapti qishloq xo'jaligimizni. Mashallah. Hammasi bo'yicha ma'ruza bor, savol javoblarga bemalol siz qaysi nimadansiz? Biz Vesagrodan. Ha, bizni hali yaxshi tanishmaydi, tanishib olamiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, shovqinga rozi bo'lasizlar, ko'ryapsizlar, jarayon shunaqa joyda live-damiz. Hali biz yana davom etamiz. Xudo xolasa, alohida isbot qilamiz. Barakat toping. Juda ham ko'pchiliklar bilan endi tanishyapmiz. Ko'rib yuramiz bir-birimizni, lekin shunaqa tadbirlarda tanishyapmiz. Kelinglar, tanishinglar. O'zaro muloqotda bo'linglar. Yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, davom etamiz. Ketdik. Bunaqa texnikalar ham bor ekan, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Xo'sh. Boya dron haqida gapirdik. Bu yerda bir nechta korxonaning vakillari bor, DJ'niki bor va boshqa korxonalarniki bor. Yana bittasi sherda ekan. Qishloq xo'jaligida bilasizlar, mana shuni shunday olib borib, hozir o'sha joystik bilan shunday boshqarasizlar, to'g'ridan-to'g'ri preparatni kasal bo'lgan joyi o'ziga sepib qo'ya qoladi bo'ldi. Qolgan joyda tepkilar bosib yurmaydi. O'sha joy aniqlanadi, o'sha joyda o'ziga sepiladi, kasallik o'sha yerda to'xtaydi. Yoki o'sha hasharotlar bosimini o'sha yerda to'xtaydi. O'shani hal qilish bo'yicha juda ham nodir, go'zal yechimlar dronlar orqali hal bo'lyapti. Hozir buni ruxsatini olish ham ancha osonlashdi. Ko'rgazmada bor, ishtirok etsanglar, buni ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir davom etamiz. Uz kesmash, ha, bu mashinalar ekan, bemalol kelsanglar, mana bunaqa mahsulotlar bor, endi butlovchi, boshqa qismlari kelsanglar, ma'lumot olasizlar. To'liq olasizlar, o'zingizlardan olsanglar bo'ladi. Ba'zi uskunalar bor, men o'zim ham juda tushunib olmayapman, chunki har yili nimadir yangilanyapti. O'zimiz ulgura olmayapmiz ma'lumot olganda. Bu yerdan chiqamiz endi o'rtoqlar. Chiqamiz va baqir chaqirga rozi bo'lasizlar, chunki ko'ryapsizlar, savdo bo'lyapti. Boya aytdim, o'sha kasal o'g'il qizlarimizga pul o'tkazilish uchun kimosh savdosi bo'lyapti. Bu xayriya yo'nalishda. Mana bu yerda turli xil kelgan, xorijdan kelganlar uchun o'zaro networking bo'ladigan joylar ajratib qo'yilgan. Bemalol kelib, shu yerda переговорda gaplashib, muloqot qilib olsanglar ham bo'ladi. Joylar ajratilgan. Orqa tarafda o'sha kofe ichadigan, choy ichadigan joylari bor. Unaqa joylar atrofda ham ko'p. Endi shunday orqasiga yurib yana bitta qatordan chiqamiz va tashqarida bitta okruglikni qilamiz o'rtoqlar. Xullas, bugun boshlandi. Hali juda unaqa tadbirkorlar oqimi ko'p emas. Mana ko'ryapsizlar, asta-asta kelishib, ko'rishib, ancha-muncha odamlar o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib ketishyapti. Endi qo'ldan kelgancha o'rtoqlar sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik va biz buni bugunoq live-da qo'yamiz ma'lumotlarni. Kimni imkoni bo'ladigan bo'lsa, yaqin o'rtada bo'ladigan bo'lsa, kelsin, ko'rsin, ishtirok etsin va o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar olib ketishi mumkin. Qolgandan keyin o'zaro telefonlari bor, kontaktlari bor, aloqada o'zlari bilan gaplashib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p.
Bu yerda urug'chilik korxonasi dedik boya. Mana ko'ringlar, bitta Turkiyaning korxonasi ekan. To'g'risi men unaqa eslolmadim bu korxonani. Balkim yangidir. Mahsulotlari bor, mana qo'yib qo'yibdi, urug'chiligi bor. Urug'chilik yo'nalishida qiziq bo'ladigan bo'lsa, yangi hamkor qilayotgan bo'lsanglar, kelsanglar bo'ladi. Ras kelibdimi, demak hamkori bo'lmasligi ham mumkin bu yerda. Davom etamiz o'rtoqlar. Uz Agro Leasing, yana mahsulotlarda agar mabodo leasing yo'nalishi bo'yicha oladigan bo'lsanglar, bu yerda ham bor. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Endi leasing tushunchasi yana aniq o'zi. Sizlar o'sha texnikalarni boshqa qilish bo'yicha yo'nalishlar, endi kontaktlari ham bor. Qaysi kontaktni? Bormi? Ha, mana shu yerdan olib qo'ysanglar, hammasi bor. O'zi Uz Agro Leasing deb yozsanglar, har bitta viloyatlarda bo'limlari bor bularda. Endi bu tanishtiriladigan korxona emas. Yana bir eslatyapmiz. Shu korxona vakillari ham ishtirok etishyapti. To'g'ridan-to'g'ri kelib muloqot qilsanglar ham bo'ladi. Tashqarida texnikalar, bu yerda leasing. Hammasi birda. Xo'sh. Tashqariga chiqamiz. Shovqindan salgina uzoqlashamiz. Agrotomchini ham eslab qolinglar. Baxtiyor akamizni bilasizlar, o'tgan safardan anchadan beri gaplashamiz. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, va alaykum assalom. Hozirgina gaplashib o'tdik. Turbo Plusga o'xshagan Baxtiyor akamizni ham bir necha 10 yillik tajribaga ega bo'lgan jamoa va juda katta lokalizatsiyalashgan tizim mavjud. Biz zavodga boramiz dedik, hali yetib bormadik. Kamida 10 ta Baxtiyor akamga o'xshagan korxonalarni yoritishimiz kerak. Kam u bitta, ikkita, uchtasi, 10 tasini yoritib, detalma-detal ko'rsatib, jamoasi bilan tanishtirib, nima qiymat bera oladi, nimani yaratyapti, nimani O'zbekiston xalqiga shunchadan beri nima qiymat bera oldi degan savolga javob topishimiz kerak. Endi boshladik, endi Turbo Plusdan boshlagan bo'lsak, keyingi safar Agrotomchi, keyingi payt yana Ekadrip bo'ladi. Nima bo'lsa ham maksimal darajada kamida 10 ta bo'lish kerak. Bizni tanlov yaxshi bo'lish kerak va o'zi xohlagan o'zi jamoani mahsulot tanlab olish kerak. Shunaqami? Bu yerda ochiq, oydin ko'rsatiladi. Kimni mahsuloti, kimni jamoasi to'g'ri bir ish rejimini tanlagan bo'lsa, tizimni tanlagan bo'lsa, o'sha bilan ishlasin. Asosiysi jamiyat manfaat topsin. Tamom. Bu yerda jamiyatning manfaati bor. U kimligini ahamiyati yo'q. Biz xalqimizni, jamiyatning manfaati birinchi o'rinda turishi kerak. Shu bo'yicha ichida yurgan odammiz. Shuni umididamiz o'zi. Shu javobgarligimiz ham shundan. Biz ham harakatimiz shunga-da. Inshaalloh. O'shaning uchun 85% ni mahalliylashtirdik. 85%, juda yaxshi. 800 tadan oshiq mahsulot turimiz bor. Ishlab chiqarish zavodimiz ikkitaga bo'lingan. Aha. Bittasi Toshkent viloyatida, bittasi Toshkent o'zida joylashgan. Yil sayin biz ko'paytirib boryapmiz mahsulotlarni. Zo'r. Narxiga ham alohida e'tibor berishga harakat qilamiz va sifatidan qochmagan holda. Chunki birlamchi mahsulot ishlatamiz har doim. Shunga yarasha sifatini ham, anaqasini ham beramiz. Baraka topinglar. Agrotomchi vakillari shu yerda, jamoa shu yerda, tashrif buyursanglar, erta indin ham shu yerda bo'lishadi. To'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishlar mumkin. Mabodo kela olmay qolsanglar, kontaktlari bor yoki Samarqandda ham 3-4, 5-mart kunlari bo'ladi. 26-yilda u yerda ham samarqandliklar bemalol ishtirok etishlari mumkin. Qayerda shunaqa tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, jamoa har doim ishtirok etadigan. Shunisi juda meni xursand qiladi. Qochmaydi, qo'rqmaydi. O'zini bemalol jamoasi bor. Bemalol libboy mana shunaqa joylarda jamoasi bilan ishtirok etishga qurbi yetadigan murakkab bo'lgan loyihalarni qila olamiz. Ha, shunaqa. Faqat mahsulot ishlab chiqarish emas, to'liq o'rnatib, yana uni misol uchun yurg'izib, butun anaqalarni qilishga qodirmiz. Marhamat. Bemalol o'zi O'zbekistonda juda ko'p emas, o'zi sanoqli, shulardan bittasi Agrotomchi bo'ladi. Agar to'laqonli sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz albatta sizlarga nima bo'lganda ham biz qilamiz. Zavodda borib ko'rsatib, to'laqonli bir ko'rsatamiz. Aka, biz live-damiz, xudo xolasa omad bo'lsin. Keladiganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishadi o'zlariga, maslahat beraverasizlar. Xursandmiz, sog' bo'lasiz. Demak, endi bitta tashqariga chiqamiz o'rtoqlar. Tashqariga chiqamiz. Xavfsizlik yuqori o'rinda, xavfsizlik xodimlarini olmaymiz videoga, lekin xavfsizlik bor bu yerda. Xodimlar ko'ryapsizlar, hamma joyda yurishibdi, birorta pashsha qo'ndirgani qo'yishmaydi. Hammasi juda joy-joyida qilingan. Ichki ishlar xodimlari, xavfsizlik xodimlari hammasi yurib, nazoratda va hech qanaqangi xavf xatar yo'q inshaalloh. Bilasizlar, endi zamon nozik hozir, lekin bu yerda unaqa muammo yo'q. Demak, o'sha joyga qaytib chiqdik. Biz bilishimizcha bu yerda chorva mollari ham bo'ladi deganda, afsuski uni tashkil etisha olmadi shekilli. Lekin keyingi yillarda bo'lishini xohlaymiz. Shunaqa jarayon bo'lishligini. Mana o'sha jarayon havoni qaranglar, qanaqa zo'r. Juda ham oson. Yana bir marta aytamiz. O'z Expo markaz. O'sha avval har doim bo'ladigan ko'rgazma maydoni.
Minor tomondan mashinada kelsanglar kirib kelib o'sha yerga stankaga qo'shinglar bo'ladi. Mana bu tomondan Intercontinentalni oldidan ham piyoda bo'lsanglar kirib kelsanglar bo'ladi. Samarqanddan ham, Buxorodan ham hozir bir kunda yetib kelish imkoniyati bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar, kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, maslahatini olinglar hech bo'lmasa, bemalol shu ishlardan foydalansanglar bo'ladi. Endi kami ko'rsak rozi bo'lasizlar o'rtoqlar. Biz live'da qildik buni. Salomatliklar, baqir-chaqir har xil ovozlar bo'lgan bo'lsa, unga sabab bor va biz qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatdik. Endi bu yog'i sizlardan. Kelasizlar, tashrif buyurasizlar, o'rganasizlar, rivojlanasizlar. Bizni ham bitta duo qilib qo'yasizlar oxirida. Endi biz sizlar bilan qattiq xayrlashmaymiz. Biz ertaga ham shu yerdamiz, indinga ham shu yerdamiz. Kelganinglarda sizlarni YouTube'dan ko'rib keldim desanglar, yana ham xursand bo'lamiz. Ko'rishguncha davom etamiz o'rtoqlar.